Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa katta yo'limiz ham o'rnashdi. 300 kvadratlikda o'rnashtirdik. Shu topli pol bu xonalar. Bu ikkita xona ham topli pol. A'da 4 ta xona terasga, ikkita xona bag'da. Xudo xolasa bemalol uspet qilib isitishga umuman quvvati bemalol yetarli darajada bo'ldi. Xudo xolasa qishda bemalol yaxshi xursand bo'lib o'tkazishadi bular ham qolganlarning qatorida.